Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bugun sizlar bilan bo'rlar haqida gaplashamiz. Bo'rlar tabiatning eng aqlli, eng irodali va ijtimoiylashgan hayvonlardan biridir. Bo'rlar yolg'izlikni yoqtirmaydi. Ular to'da bo'lib yashaydi. To'dani odatda eng kuchli, tajribali juftlik, alfa erkak va alfa urg'ochi boshqaradi. Bo'rlarni maxsus uvillashi o'z hududini chegarasini bildirish, to'da a'zolarini yig'ish, ov boshlanishni e'lon qilish uchun xizmat qiladi. Ularni tabiatni sanitарlari deb atashadi. Ular ov qilganda asosan zaif, qari va kasal hayvonlarni tanlab ovlashadi. Bu bilan tabiatda turli epidemiyalar tarqalishi oldi olinadi va hayvonlar populyatsiyasi sog'lom saqlanadi. Bo'rlar monogam hayvonlardir, ya'ni ular o'z juftiga umrining oxirigacha sodiq qolishi mumkin. Ular hidni insondan 100 barobar yaxshiroq sezadi. Bo'ri bolalari doim moviy ko'zlar bilan tug'iladi. Katta bo'lgan sari esa ko'z rangi o'zgaradi. Bo'rlar bizga jamoa va ijtimoiylashish sirlarini o'rgatadi. Sodiqlik, yaqinlarga mehr, g'amxo'rlik va ularni himoya qilish oilaning asosiy tayanchidir.